Dostlar, yana men keldim. Uzun bo'ldi yo'qolib ketganlar. Mushmangan to'g'anlarimni sizlarga doklad qilmasam, ko'nglim shunda yerim bo'ldigan bo'lib qoldi deysizlar. Mana sizlar ko'rib turganinglardek, qizim bilan birga bo'lgan shunda qadrli ta'til kunlarimizni oxirlashtirib, Urumchiga ap mangdim. Bu ta'til qizim uchun unutilg'isiz aslim bo'ldi deb o'ylayman. Qizim taraqqiy qilgan o'lka rayonlarni ko'rdi. Men shundaq sahro qishloqlarni yaqin arliqda keng tabiat bilan uchrashib, shundaq ma'nili bir kunlarni o'tkazdi. Mushkullar buningga qizim uchun pek zo'r bilimga erishdi deb o'ylayman. Shuning bilan Urumchiga kelgan bo'ldik. Mush necha kunni chang tutib vahshiy ish o'rlashtiribdim-da. Mush aeroplandan tushib bilan chachlarimni bo'yitib, tirnoqlarimni yozib degandek. Mush kech vaqtida go'zal do'stlarim bilan ko'rishishga ulgurdim demaysizlar. Gaplarimiz shunday yig'ilib ketibdi, gapirchatdim. Mush shunday esil tamaqdan huzurlangaч yana bir tarafdan talishib turib, shu to'xtab turib, men davolay deb turib, shunday bir ko'ngillik o'tadiki, mush video tatishqimi tatishni unutib qolibdim-da. Ketay degan voy unda qilmanglar, bir necha baj rasmga o'zim tusholayli, xotir qoldirib qo'yaylik, unda qilmanglar deb rasmlarga tushib, unda o'zimizcha. Sizlarga ham barlab qo'ydik. Shuning bilan ko'zimiz qiymagan ahvol ostida demaysizlar, xo'shishib. Adil muhim xizmatim bor-da, u xizmatimni tashlab ketdim demaysizlar. Mana ko'rib turganinglardek, chamdanimni so'rab, mush Mubina kiyimlarining kuzlik yangi fasllar chiqqan. Mush yangi fasllarning e'lon tashviqot suratlarini totish uchun mangdim-da. Ay bu Urumchi nimandaq to'silib ketdi. Voy. Achpaydi turib saqlab aran deganda berib oldim. Mana ko'rib turganinglardek, kirimni boshlab ketdik, azizlar. Mubina kiyimlarining mush yangi fasllar, kuzlik fasllar shunday payiz chiqibdi-da. Lekin endi mush yangi bozorga chiqqanligi uchun bozorga e'lon qilmadi-da. Shu sababdan bu yangi fasllarni suratga oldim sizlarga barlash qilmay qoldim. Lekin mening mush uchamga bugun mush kiyib Mubina kiyimlari. Bu tishim shunday chiroyli, pek yaxshi ko'rmay, pek rahat. Bu tishini emas, mush Mubina kiyimlarining boshqa faslarini shunchalik yaxshi ko'rib kiymaydi do'stlar. Nurg'unlar so'rayotgansizlar, sizlar obraz vakili bo'lganlar qanday mahsulotlarni ishlatamsizlar, kiyamsizlar degandek. Boshqalar shunday deb o'ylayman, o'zi yaxshi ko'rmagan, ishonmagan har qanday bir mahsulotlarga obraz vakili bo'lishni tanlamaydi shaxsan men shunday. O'zim shunchalik yaxshi ko'rib kiyman, yoqtirganligim uchun obraz vakili bo'lishni tanladim. Mush Mubina kiyimlarga obraz vakil bo'lgandan boshlab mush o'zimning boshqa kiyimlarni kiymadim desam bo'ldimi? Bu kiyimlarning po'sollarining o'zgachiligi, suftining yaxshiligi, rohatlik tuyg'usi degandek ish qilib yig'ib kelsam shunchalik o'zgacha, shunga menga bek yaraydi, ham menga bek tushidi. Shunga bu qitimmo menga bir jamdan kiyimni, mush kuzlik yangi po'solni kiyimlarni bismodimda kiymanda. Endi bundan keyin mush kundalik turmushimdagi kiygan kiyimlarni mush o'ynaradimdan dag'andu, nima kiyimdu deb qattiq ishkilanmaylar. Mubina kiyimlar ekan deb tushansanglar bo'ldimi do'stlar? Alarokmi so'rab jumala. Ha, Mubina kiyimlarni kiyib olib o'ynaradam desanglar bo'ldi. Shuncha yaxshi ko'rib kiyman do'stlar sizlarga keng darajada tashviq qilaman. Sizlarni kiyib ko'rib yiqinglar, shunchalik payzi. Shuning bilan bugungi chapali xizmatim misiyati oxirlashgan bo'ldi. Unda bo'lsa Guanju qilmag'anlar davomli Guanju qilinglar. Kundalik vlogimni sizlarga amal va yangi holatda tunurdan chiqarishga tirishaman do'stlar. Unda bo'lsa sizlar qatnashib vlogimizni ko'rishaylik.